So'nggi vaqtlarda Jeturning yo'l tanlanmas avtomobillari juda ham ommalashib bormoqda. Ayniqsa Dubayda T2 modelini juda ham yaxshi ko'rib qolishdi, chunki unga Defenderning arzonroq versiyasi sifatida nazar solishmoqda. Bugun Shanxay shahriga tashrif buyurdik va bu yerda test drive maydonida Jeturning ba'zi bir qiziqarli yo'l tanlamas modellarini sinab ko'ramiz. Balandliklardan o'tish, podveskasini ishlashini tekshirib ko'ramiz. Menimcha unchalik qiynalgani yo'q. Eng qiziq vaqt keldi. Hozir mashinani arablarga o'xshab bir tarafini ko'taramiz. Ag'darilib ketmasak bo'ldi. Asosiysi. Yomon emas. Clearance yaxshigina ekan. Hozir mana har xil balandliklardan o'tamiz. Ko'ziq tegmayapti to'siqlarga. Hozir eng yuqori balandlikka chiqib ko'ramiz. To'g'risi sal qo'rqyapman. Bu balandlik yaxshigina lekin. Oo. Aytgandim-a bu tepalikka chiqmaylik deb. Qo'rqinchli. Haqiqatda qo'rqinchli. Parklarda attraksionlarga chiqasizlar-ku xuddi shunaqa. Oo! Tepalikdan tushishda yordam beradigan tizim ishga tushdi menimcha. Chunki men oyog'iga qarayapman, to'rimizni uncha o'zi bosmayapti. Lekin mazza. Menga yoqdi.